Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Abubakir Safayev. Yana bir hamyurtdoshimizga o'z huquqiy yordamimizni ko'rsatib, Zolotay Koronadan 1 million atrofidagi qarzlarni jinoiy ish qo'zg'atilganligi uchun shuna asosida qarzdorlikni olib tashladik. Hozir ukamizdan fikrlarini bilamiz. Jonibek, yana bir bor assalomu alaykum. Hamyurtdoshlarimizga o'zingizni fikringizni bildirsangiz. Birinchi o'rinda qanaqa bizni topdingiz? Ikkinchi o'rinda qancha qarzingiz bor edi? Va umuman mana shu proses qanday hal bo'ldi? Haqiqatdan hal bo'ldimi? O'zingiz mana hamma javoblar o'zingizga keladigan qilib berdik va natija qanaqa bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum. Boshimga shu tash tushgan paytda bir internet orqali shu akamizni topdim va akamiz o'zlariga murojaat qildim va birdaniga atvetlar qaytarib, javob qaytarib, birdan yordam berishga ishga tushdilar. Shunday qilib где-то bir oylar atrofida shu ishingiz hal bo'ldi. Ishim hal bo'ldi, ha. Bir oy ichida birdaniga. Qarz bor edi? Koronadan 1 milliondan sal oshiqroq. Shu 1 million atrofida qarzim bor edi. Hozir Xudoga shukr, hammasidan qutuldim va eson-omon hayot kechiryapman. Gap yo'q. Ish qilib, boshqa iloyim bunaqa muammolar sizga duch kelmasin. Zolotay Koronadan endi siz nomingizga hech kim qarz ola olmaydigan qilib zapretlarni ham o'rnatdik. Bu yog'iga dog'lisi ehtiyot bo'lsangiz, telefonlaringizni boshqalarga berib qo'ymasangiz, sim kartangiz yo'qolishidan ehtiyot choralarini ko'rib qo'ysangiz, dog'lisi bunaqa muammolar sizga duch kelmaydi. Birinchi avvalo Xudodan, iloyim bizga qaytib ishingiz tushmasin. Lekin ishingiz tushadigan bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasiz. Siz yordam bo'lgansiz. Albatta, Xudo xolasa. Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizda ham xuddi shunday muammo bo'lsa, ya'ni sizni xabaringiz bo'lmagan, rozilik bermagansiz, shu holatlardagina biz qarzdorlikni o'chirishga yordam bera olamiz. Agarda u qarzni o'zingiz olgansiz u bir tanishingiz iltimosi va qarz berib turgan bo'lsangiz, bu holatlarda biz qarzdorlikni o'chirishga yordam bera olmaymiz. Sizlar bilan Abubakir Safayev, barchalarga rahmat.